Kecha oldimga bir ayol keldi. Ko'zlarida ma'yuslik, hayotdan ancha ranjigan ko'rinadi. Suhbat davomida "Ra'no opa, nimaga meni hayotimda ketma-ket sinovlar bo'lyapti tushunmayapman. Ishlarim yurishmayapti, oilam notinch." Bu ayolga birgina savol berdim. Shu sinovlar kelishidan oldin nahot sizga hech qanaqa ishora berilmagan? Eslang, bo'lishi mumkin emas. U biroz o'ylanib qoldi. Keyin asta savolimga javob berdi. To'g'ri aytyapsiz, bergan ekan. Ota-onam ko'p marta ogohlantirgan ekan. Yaqinlarim aytgan ekan. Ko'p xatolarimni o'zim ham bilganman, lekin ko'z yumganman. Boshqalar ham mana shu ishni qilyapti-ku, deganman, deb javob berdilar. Unutmaylik, Yaratgan biz bilan avval yaqinlarimizni nasihatlari orqali gaplashadi. Voqea, vaziyatlar orqali, ko'nglimizga kelgan bezovtalik orqali gaplashadi. O'zidan o'zi bezovta bo'lib qolmaydi ko'nglimiz. Lekin inson nima deydi? O'zim bilaman deydi, menga aql o'rgatma deydi. Shunda keyingi dars keladi, ya'ni sinov. Bu og'riq, xiyonat, bu dard yoki musibat jazo sifatida emas, ishoning. Tarbiya sifatida. Chunki ba'zan inson qulog'i bilan eshitmagan haqiqatni o'zi his qilganda tanasi bilan, ko'z yoshi bilan tushunadi. G'ururi qabul qilmagan darsni mana shunaqa sinovlar orqali anglashni boshlaydi. Alloh hech kimni birdaniga musibat bilan tarbiyalamaydi. Avval nasihat yuboradi. Ko'nglimizga qandaydir g'ashlikni soladi. Keyin qiyinchiliklar eshik qoqadi. Faqat inson eshitmasa, hayot darsini qattiqroq o'rganadi-da. Shuning uchun har bir sinovda nimaga men deb emas, "Ya Robbim, men nimani eshitmay qoldim" deb o'zimizga savol beraylik.